topilsin deyish u qiz. Ahmoqmi bu? Ne arazluradi? Nima yetmaydi bu ayolga men tushunmayman. Uying bo'lsa, ering bo'lsa, bolalaring bo'lsa, ering har kuni uyiga kelsa, Menimcha-chi, o'sha videoni ko'rib borgan bo'lsalar kerak ofisga. Aziz o'sha yerda ko'rib, erim meni aldadi deb o'yladimi? ha oldin gaplashmaydimi? Bir og'iz kelib so'ramaydimi? Meni kasal deb keldi bolam. Boshimizda hozir xursandchilik emas, ko'rib turibdi-ku o'zi. Lolani ahvolini, hammamizni o'y fikrimiz bolamda bo'lsa, buniki ortiqcha endi hozir. Kim biladi, bilmasam. Shunaqa xavotirdamizda. Telefonlari umuman o'chir. Yoqmaydi ham. Juda ahmoq xotin ekan. Rashkam shunchalik bo'ladimi? 18 yashar qiz emas-ku. Shuni ayting. Hozir bizni shu tashvishimiz ustiga shu narsa sig'adimi, Oyisha? Gapirmang.